maktabdan hozir bolalarni oldiga o'tishamiz. Qanaqa ko'rganman bilmadim. Yaqinmi, uzoqmi? Menimcha yaqin, ancha qorong'i bo'lib qoldi. Hozir tushamiz. Qimirlashlar bo'lishi mumkin, chunki qo'limda bor. O'yinlar tugagan. Mana o'sha bolalar. Kutyapmizmi ham o'sha materiallar uchun? Eng qiziq undan keyin bitta montaj ham bor ekan. Qaysi? Ivanchuk montaji. Nimani? Ivanchuk. Aha. Montaj qilish kerak. O'qishimizda o'tirishmagan. Ha, bilmas ekanman deyapsiz. Bilardim, biladi. Nima deysiz? Hozir men tugatib olay. O'tib bo'lsinmi, brat? Kim? O'tching. Bo'pti, davay. Ketdik, tarix chiqamizmi videoga olib. Xo'p, bugun sizlarga O'tib oling. hammaga salom obunachilar. Bugun sizlarga Toshkentdagi Panoramas nomli mehmonxonani ko'rsataman. Ketdik. Kirish joyimiz. Va bu yoqda bizning top shaxmatchilarimiz shaxmat o'ynamoqda. Xo'sh, misol uchun sizlar Javohir bilan Richard raport o'yin ertaga bo'lib o'tadi va bunda siz qaysi shaxmatchiga valyantlik qilasiz, ya'ni pul tikasiz. Baribir O'zbekistonga ketsa kerak. Yo'q desa har bir shaxmatchiga kerak bo'ladigan hojatxona. Odatda ko'pchilik 3-etajga chiqayotganda zinadan foydalanmasdan, ya'ni liftda chiqishadi. Biz ham xuddi shu yo'lni tanlaymiz. Bir narsa bu yerda juda ham qorong'i bo'lib ketyapti. Shunga ko'rinmayapsiz pashti. Ha, aytgancha hozir 3-etajga chiqish uchun mana bu 3 tugmasini bosasiz. Keyin pastidagi yopish tugmasi bor, mana ikkita qaratib yoqib qarab turibdi, o'shani bosishingiz kerak. Keyin avtomatik yopiladi. Mabodo umuman yopilib qoldi. Keyin yana nimani o'rgatsam bo'ladi? Yaxshi. Bu joyda oyna, hovlisi o'zingiz tomosha qiling. Bo'lsa ketdik. Aytgancha mana bu joyda ekran bor. Bu joyda endi bizning asosiy qahramonlarimiz ish tutadi, ya'ni Mir Abbos bilan opani ismi nima edi? Keti opa stream qiladi. Hozir biz jinoyat ustida ishladik, qani oching. Alqab qilaylik, alqab davay dedi. Yaxshi, efir bo'lyapti. Yaxshi. Biz sizga so'ragandik. Xo'p, keyin bu joyda bizning bizneslarimiz ham maxfiy ishlar qilishadi, ya'ni birinchi hech kim javob bermaydi albatta. Va bizni qurollarimiz asosan mana bu Sony kompaniyasiga tegishli 4K sifatida Sony Alpha 7 kamerasi. Bu joyda bu ko'rib turganingizdek body qismi va asosan kamera o'zi ikki qismga bo'linadi, body qism va lens qism. Misol uchun mana oddiy ajratib ko'rsatamiz. Bu qismini o'zi taxminan $1000 atrofida tursa, buni o'zi 1400 yoki 1500 dollar turadi. Demak, bilib qo'yavering, asosiy narsa bu lens. Qotirish uchun mana qaranglar. Kirgizish uchun mana bu oq joyi bor va bu kamerani ham oq joyi bor. O'sha oqqa to'g'rilaymiz va o'ng tomonga burasak, o'zi ovozlari ham bor. Xo'sh, yoqish uchun off mana buni bu yoqqa taqqatib buraymiz va tayyor. Endi ozgina nastroykalarni qilishimiz kerak. Demak, bizda hozir yorug'lik juda ko'payib ketgan. Ozgina tushiramiz. Va
mana shartlar 50-60 bo'lsin. Endi hammasi yaxshi. Mana bu zoom. Mana bu narsani buraysizlar. Keyin. Xullas, jangchi jang uchun tayyor. Endi esa jangga kirishamiz. Mana qarang. Hop. Rasmlarga olindi va sifatni tekshirishingiz mumkin. Mana bu yoq. Yo, bu menda yangi olgan krossovkam. No. Tezroq. Mana. Bu tomonni boshqacha. Mana. Xullas. Yana nima ham deymiz? Kamtarona xayrlashib qo'yamiz. Xayr.